yoshligimizdan bo'lgan juda ko'p travmalarni gapirib kelaman, lekin ota-onalar tarafdan ham bu narsaga qarash kerak. Ya'ni ular bizni ayab berishmagan travmalar bor. Men misol Lyuboy musobaqaga qatnashib, qanaqadir o'rin olib kelsam, misol tez o'qishda 15-o'rinda oldim, siz malades o'g'lim, harakat qil, bundan ham zo'r bo'lasan, muhim ishtirok. Hech qachon aytishmagan. 15-o'rinda ham olaman 25 ta odam ichidan. Nima senga doktorlarning pocherkida kitob tushirib berdim yo teskari qilib tushirib berdim kitobni? Qanday deyishmagan. Men misol yoshligida chizib borgan rasmni eslasizlarmi haligi? Boshi qornidan katta, ikkita, bittasidan katta, qo'lidan 3 ta barmoq chiqib turadi, chizib borasiz-ku. O'shunga qarab turib, zo'r o'g'lim, o'z ustingni ishla, yaxshi bo'ladi deyishgan, to'g'rimi? Hech qachon kim mana kallasi katta menmi? O'zing ahvolingni ko'rganmisan? Lakatir qulog'ing ahvolini demagan. Men misol siz qanaqadir idish sindirib qo'ysangiz, ha, o'dalanmay o'l, palakat deb o'zi qanaqadir idish sindirib qo'ysa, voy o'lmasam, kelgan palakat shunga ursin demagan. Alloh o'zi kechirsin, oxirgisida aldadim, to'g'ri, lekin qolgani 100%. Yana hali o'zidan baquvvat bolalar bilan urushib yoradigan oshnam haqida-da. Aytayapman-da, men kelinchi ishdangiz hozir yana kim bilan urushdingiz? Hali paypag'idan Rolls-Royce'ga keladigan bolalar bilan yana urushib qo'ydingizmi desam, ha, yo'q, nimaga oshna deydi. Telefon qilishyapti do'st. Ha, telefon qilsa olmay qo'ying. Mikrovalnovkamga qilishyapti hozir 7 ta 0 ekan nomeri. Kim bilan urushdingiz? Ha, 7 ta 0 dan cho'chish kerak emas, u oddiy raqam u. Pulga sotib olsa, 7 ta 0 raqamda emas, harfda yozilgan. Dog'dir, tushunyapsan qanaqa odamlarni urushayotgan edi bu. Oshna hozir 2 damas odam keladi oldimizga. 2 ta damas ko'tarib kelishadi, damasning ichida kelishmaydi. Nima qilamiz hozir? Yo'li bor, oshna yo'lini topamiz deydi. Yo'lini topamiz, to'g'ri. Asterixmi, Obelixda haligi damlamasidan zakaz qilishimiz kerak. Ashunda bir eplab chiqib ketsa bo'ladi. Boshqachasiga yo'q iloji. O'zingni o'lganga solishni bilasan, men bilaman. Oshna deydi, men bilardim deydi. Umar Hayyom o'zi to'g'ri aytgan. To'g'ri kelgan odam bilan qorin to'y yuzganda yakka o'zing ochayotganing yaxshi deb beryapti. To'g'ri kelgan odam sensan bu dunyoda deb. Bor bekin. Qizlarni oldi ochko ishlayveradigan bolalar bo'ladi, bilasizmi? Hamda o'zinglar turganda oshna 10 ming so'm tashab turing, kartamga shotimni o'chib qoldi desiz. Yo'q, xudo haqqi oshna 1 so'm pul yo'q. Mahallada temir daftar, qarz daftar hamma daftarlarga kirib, bizni oilalar esa qiyin davrlarda o'tkazyapmiz dedi. Shuni bitta qiz paydo bo'ladi. Shu abrakadabra, bilmayman, bular insofini mana shu kartada yutib olganmi deysizlar. Bitta o'zgarib qoladi. Shotingga tashab qo'ydim, kayf qilib yashadarim deb. Va 10 ming so'radim, 100 ming tashab yuborasan, kartamda mayda pul yo'q deb. Uy. Hali uchun 100 dollar so'rayotgandingiz, berib turamiz. Hali uchun emas, 1 yil oldinga nimaga endi esingga tushyapsiz? Hozir berib turaman. Cho'ntagdan markaziy bank chiqadi-yu, bilasizmi? Har xil pullar ichida bir ikkita bitcoin ham bo'ladi. Va hali bolada maktabda bilasizmi? Bitta musobaqada yutib kelsiz, qizlar oldida turib olib, "Voy, mana shu musobaqada yutibsiz, zo'r bo'pti" deb tursa, kelib turib. Sen zato bodi shepidan kalta eding-ku, sen uylarda mashinalar ham yo'q o'slardi baribir. Men bodi shepini urdim. Va u qiz bola desa, nima o'tdi? Mayli, nima o'tdi? Shunaqa odamlarda ba'zilariga berilgan talant bor, bilasizmi? Chunki men buni tirnobga qilib berisha olmayapman bu narsaga. Bu talant to'shni. Gapirganda tupurib gapirish bor, bilasizmi? Toshni mana shu og'zida charcheri bor bolalar bo'ladi. Toshni betizga turib, bir 10 minut gaplashib tursiz, yomg'ir tomchiryaptimi deysiz, bir yarim soatdan keyin cho'miltirib ham qo'yadi-da. Ammo lekin mana shu betizdagi kir tugasa tugab ketadi, ammo hali bolaning ichidagi suv tugamaydi. Tugamaydi umuman emas. Ertalab betiz yuvmasdan ko'chaga chiqib qo'yganmisiz, qalay sochni yaxshimiz deyishdi, o'zida mana shu betizni obodonlashtirib yuboradi o'zi. Mashinlarni oppoq qilib, ash gap so'zni ichida edi. Bu talant, bu harakat qilib erisha olmaysiz. P, S degan harflarni nari tarafga qarab olib aytsam, siz betizga kelaveradi. Oshna nari qarab gaplashavering, men eshitaveraman, siz eshitsam bo'ldi deb turaverasiz. Devarsa o'ldi. Bir paqir suv keladi mashetizga. Bolalar bilan kim uzoqqa tupurish o'ynab turasiz. Raso o'ynaysiz, hali bola kelib turadi. Ha bola, nima qilishyapsan? Deyishdi, o'zida sizlarda rekordinglardan o'tib qo'yadi. Xuddi shunaqa bola. Bu talant akalar. Buni farosatsizlik 700 mingta bo'ldi. Zeytirni maslarni ham mana shu mana mikrovalnovkani olib chiqarib, to'g'risi. 700 mingta, 4,5 kun ichida 100 mingta kelibdi. 600 mingta bo'lganimizga 4 kunmi, 5 kun bo'ldi. Lekin endi 1 milliontagacha yetkazib qo'yaman deb chiqaryapman. Har 100 ta chiqaravergan demanglar. O'zim ham xursand bo'lib ketyapman. Ash kuni aytdim sizlarga. Otam har doim mishanada ayam duo qiladi. Ukam bor, Xudoga shukr deb aytdim. Ash kuni otam yozuvdi. O'g'lim bir haftada 700 mingta bo'lib ketasan, bekor aytingda, kelganimdan keyin nishonlayman deb deydi. Ha yo'q, ota qada bir haftada qizilchimsiz nimaga ulgumayman, bir haftada 100 mingta kelmaydi hech kimga desam, 4,5 kunda bo'lib ketdi. Meni ham yolg'onchiga chiqarib qo'ydinglar sizlar. Bilmayman nimaga unaqa qilyapsizlar. Lekin o'zim ham xursand bo'lib ketyapman. To'g'risi yoqayotgan bo'lsa, dalshi. Endi unaqa kulgili narsa aytmadim, chunki kulgili narsa aytyapmiz, o'zingiz ham ko'ryapsizlar. 700 mingta bo'lib ketdi. Endi hozir qo'yapman, 800 mingtani O'zbekistonda nishonlayman deb, bilib bo'lmaydi, ertalab 800 ming bo'lib ketaman. iPhone kupi,
Restoran plati degan qo'shiqdan endi qutuluvdim. Hali yakani qo'shiqga opalar chiqishni boshladi, hali telefonchi akani videosiga chiqib beradigan opalar bor-ku, lavi qulog'idan katta opalar, hali soati bor opalar bor-ku. Yomon botdi, og'ir botdi degan qo'shiqqa chiqishni boshlashuvdi. Popda ham bu ham o'zbekcha deb eshitib o'tirsam, 2 kundan beri haligi ko'ch kichkina smurftricha boshqacharog'i bitta mahluqcha chiqyapti, ko'ryapsizlarmi sizlar ham? Komalaveveli boshim og'rib ketdi, to'g'risi boshim og'rib ketdi. Boshqa narsa ko'ra olmayapman, futbol ham chiqmay qo'ydi. Faqat kichkina smurfcha chiqyapti.